Assalomu alaykum, uyga tunikafon qilmoqchi bo'lib yurgan hurmatli vatandoshlar. Sizlar bilan har doimgidek Kamina usta Shohruxbek. Bugun 19-iyul 2026-yil biz yana bir xonadonimizning tunikafon ishini Andijon viloyati Dalvarsinda juda ham go'zal holatda bitirib berdik. Agar siz videoni boshdan oxirigacha ko'rsangiz, bu xonadonimiz haqida to'liq ma'lumotini berib o'taman hamda har doimgidek video oxirida bu xonadonimizni necha pulga bitirib berganimizni albatta aytib o'taman. Bu xonadonimizni to'liqligicha mana shunaqa oppoq rangga mokri rang kaminasi qilgan holatda tunikafon ishlarini chiroyli zo'r qilib bitirib berdik, hurmatli obunachilar. Bu xonadonga ishlatgan tunikamizni qalinligi 0.4 qalinlikda bo'ldi. Xonadonimizni mana bu darvozaning tepa qismlarini ham ko'rishingiz mumkin. Burchaklarni bir xilda qilib cho'tka holatda chiqarib berganmiz hamda mana bunaqa ituyalarini, burchaklarini ham zo'r qilib chiqarib berganmiz. Bizni Andijonda mana shunaqa burchak qismini ituya deb nomlaydi. Sizni viloyatingizda qanday nomlanadi? Albatta kommentariyaga fikringizni yozib qoldiring. Hozir men sizga ishimiz sifatini juda ham yaqin masofadan ko'rsatib beraman. Ko'rishingiz mumkin. Ideal ko'rinishda bo'lib chiqdi. Bu xonadonimizni to'liqligicha mana bu yonbosh qismlar bilan birgalikda bitirib berganmiz. Xonadonimiz juda ham katta, hurmatli obunachilar. Shuning uchun videomiz ozgina uzoqroq bo'ladi. Aybga buyurmaysiz. Bu xonadonga jami bo'lib 500 kvadrat yaqin tunuka rasxod qilganmiz. Bu bizning ishlatgan tunukamizning kvadrati sizni joyingizni kvadratiga emas, biz ishlatgan tunukamizni kvadratiga hisoblaymiz. Misol tariqasida sizni darvozaxonangiz 10 metrga 5 metr eni bo'ladigan bo'lsa, bu 50 kvadrat bo'ladi. Biz tunukamizni bukib qayramiz, hurmatli obunachilar. Shuni hisobiga 50 kvadrat metr 80 kvadrat metrga aylanib ketishligi mumkin bo'ladi. Nafaqat biz, balki O'zbekiston bo'ylab 99% tunikafonchilar mana shunaqa tunukani bukilgan, qayrilganiga hisoblaydi. Tunukamizni sifatiga o'zingiz bitta baho berib qo'ying. Tabiiy yorug'likda ham tekis holatda, hech qanday valna bo'lmasdan cho'tka holatda bo'lib turmoqda, hurmatli obunachilar. Ko'rishingiz mumkin. Darvozaxonamizning chekkalarini mana shunaqa mokridan kaminasi qilib berganmiz. Keyinchalik xonadon egasi qora so'kil qiladigan bo'lsa, tepa tomonga juda ham mos va xos holatda bo'lib chiqadi. Xonadonimizda mana shunaqa ochiq naves qismlari ham mavjud. Mana shu joylarni ham ideal ko'rinishda chiqarib berganmiz. Skromniyni yoqtiradigan akalarimiz uchun mana shu fasonda tavsiya beraman. Uncha-munchaga modalanib qolmaydi. Ko'zingizni charchatmaydi. Doimiy ravishda mana shunaqa ko'zga yoqimli bo'lib turadi, hurmatli obunachilar. Xonadon egalari aynan mana shunaqa fasonni tanlaganliklari uchun mana shunaqa fasonda xonadonini zo'r qilib tunikafon qilib berdik. Eslatib o'tmoqchiman, biz 7 yildan buyon xonadonlarga mana shunaqa ideal ko'rinishda tunikafon ishlarini qilib kelmoqdamiz. Ya'niki 7 yillik tajribaga ega ustalar bizda ish faoliyat olib boradi. Siz agar bizga xonadoningizni ishonib topshirsangiz, Xudo xohlasa, xonadoningizni qo'ldan kelgancha mana shunaqa sifatli darajada bitirib beramiz. Ishimizni sifatini esa har doim mana bunaqa yaqinlashtirib ko'rsatib beramiz. Burchaklarga e'tibor berib qo'ying, juda ham zo'r holatda bo'lib chiqdi mana. Ko'rishingiz mumkin. Har bitta burchagini erinmasdan ko'rsatib beraman. Faqat video cho'zilib ketadi, hurmatli obunachilar. Bir nechta burchaklarimizni mana ko'ringlar. Juda ham zo'r holatda bo'lib chiqdi mana. Ko'rishingiz mumkin. Mana bu tomondagi burchaklarimiz ham ideal bo'lib chiqqan. Mana hurmatli obunachilar, xonadonimizni mana aylanasiga to'liqligicha tunikafon ishlarini qilib berdik. Endi ma'lumotlarga keladigan bo'lsak, bu xonadonimizga jami bo'lib 500 kvadrat yaqin tunuka ishlatdik va xonadon egasiga 66 million so'm atrofiga barcha xarajat ichida reyka samarasida esa o'rnatib berish usta xizmatlari bilan birgalikda bitirib berdik. Agar sizga ham mana shunaqa sifatli tunikafon xizmati kerak bo'lsa, albatta mana shu ekrandagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilib biz bilan bog'laning. Inshaalloh sizning xonadoningizni ham jamoadoshlarimiz bilan birgalikda borib mana shunaqa zo'r holatda tunikafon qilib beramiz. E'tiboringiz markazida har doimgidek Kamina usta Shohruxbek bo'ldi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.